Alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Sharof Rashidov fermer xo'jaligidamiz. Eslasangiz, bundan bir 1,5 oylar oldin bu fermer xo'jaligiga Amazon Cetera mineral o'g'it sotish texnikasini yetkazib berdik. Shu texnikamiz bilan adashmasam hozir 2 marta mana shu daralarga o'g'it sepilgan. Bugün şu fermer xo'jaligiga kelib, fermer xo'jaligi rahbari bilan yana bir qator uchrashib gaplashdik. Birinchi o'zlarini shu xulosalarini biz bilan bo'lishdi. Bitta ikkita texnik ma'lumot sizlar uchun albatta menimcha qiziq bo'ladi. Birinchi mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, dalani hamma yog'i bir xil tekis. Ya'ni shu yerdan ham ko'rish mumkin. O'g'it bir xil, hamma joyga bir xil tushgan. Mana boshqalarni ko'rsangiz ham mana ko'z tegmasi juda ham yaxshi. Hosili ham xudo xolasa shunga loyiq bo'ladi. Ikkinchi masala shu fermer o'z og'zidan aytgan gaplari, bir sutkada ertalab soat 8 da boshlab, keyingi kun soat 8 gacha 24 soat ichida 360 gektar yerga o'g'it sotishgan bitta texnikada. İkinci masala, realniy fakt, har bir gektardan solyarka 1,5 litrdan oshiq solyarka ekonom bo'lgan ekan. Ya'ni traktoristning o'zidan hozir telefonda so'rasa aytyapti, 1,5 litr ham solyarka ketmadi gektariga o'g'it sotish uchun deyapti. 400 gektarga plus minus sal hisoblab ko'rganimizda 2 marta o'g'it berganni o'zida 14,5 million, 3 marta o'g'it bersa 22 million so'm solyarkani o'zidan ekonom qilar ekan. Endi mineral o'g'itda bir xil sepish, mana hosilni bir xil bo'lishi, bor bo'lishi, bu endi plus bonus. O'shaning uchun texnika o'zini to'liq oqladi deyapti. Mana xaridorimiz sizlarda ham agar shu texnikani yana sinab ko'rish, mana oldimizda hali ko'p o'g'it berish yoki mana paxta orasiga bug'doy sotish, urug'ini sotishda ham ishlatsa bo'ladi bu texnikani. Qiziqish bo'lsa aytinglar, omborda texnikalar tayyor turibdi, olib borib ishlatib ko'ramiz sinov tariqasida. Ma'qul bo'lsa, keyin birga ishlashga tayyormiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat, salomat bo'ling.